Alo! Hasan Asrorovich! Tezda meni xonamga! Bo'ldi. Xo'p, hozir boryapmiz Sulaymon aka. Yo, rektoratga. Qanaqa bola bo'lding sen, ha? Nega jim yurmaysan? Seni deb endi men ham ishdan bo'shashimga to'g'ri keladi. O'zi seni tarbiyang bilan kim shug'ullangan, ha? Yosh bolamassan-ku. Inson 100 yoshida ham tarbiyaga muhtoj bo'ladi. Shu gapingga men ham endi avf deyishim kerakmi? Aka, boshimni xotir urmang. Shu o'qishlaringda bor-ku, o'qiyman turib ko'zim uchib turgani yo'q. O'zi boshladi. Nima men qarab turishim kerakmidi, brat? Ey, aka, brat, ko'chada gapirasan buni gaplaringni, xo'pmi? Menga yo ustoz degan, hurmat qilib, yo bo'lmasam oddiy qilib Hasan aka degan, xo'pmi? Siz ham o'sha davleniya qilyapsiz bor-ku. O'zi arizamni bekor yirtib tashlabman-da. Jo'rayeva, to'lov shartnomani nimaga amalga oshirmayapsiz? Sharoitim yo'q hozir. Qachon sharoitingiz bo'ladi? Bo'lganda to'layman. Men sizga 100% to'lovni amalga oshiring demayapman. Hozircha 75% to'lovni amalga oshirib tursangiz ham bo'ladi. Tez to'lovni amalga oshirmasangiz, talabalar safidan chetlashtirilasiz. Tushundim. Ketsam bo'ladi? Ketavering. Aziza. Nima bo'ldi? Rasvo bo'ldi. Men nima qilaman, a? Boshim qotdi. Tezroq kontrakt pulini to'lamasam, o'qishdan haydashar ekan. O'zing o'qiysan. Mazza qilib, mansiz. Xafa bo'lmaginu. Ko'pma-ko'p yurmasdan davna pulini to'lab qo'yarding. Iltimos. Bitta sen yetmayapsan hozir. Aql o'rgatmagan. Qo'lingdan kelsa yordam ber. Bo'lmasa indamay o'tir. O'zim bir yo'lini topaman. Ha mayli, aytdim qo'ydim-da. Aytma. Endi nima qilsam? Balki rektorimizdan iltimos qilarsan. Mana shunaqa bolalar universitetimizning obro'yini bir teng qiladi. Obro'yini umuman yerga kirgizib yuboradi. O, menga qara bola. Seni adang kimligini bilasanmi? Meni qadrdon do'stim, o'g'aynim, shahardan dog'i ketgan biznesmen, obro'li odam. Kimsan? Qudrat akaning o'g'lisan. Men biznesmen Qudrat aka emasman. Men yodgorman. Oddiy yodgorman. Nimadir qiladigan bo'lsam, har doim adam pesh qilasizlar. Yodgor. Katta biznesmenning o'g'li ekan-ku. Senga gapirishning foydasi yo'q. Menga qara, tinchgina. Sen o'qishdan ketasan. Tamom, vassalom. Hasan Asrorovich, siz ham ishdan ketasiz. Biz siz bilan kelishgandik. Hasan aka, men deb ishdan ketish kerak emas. Bu adolatsizlik bo'ladi. Men sizga va'da beraman. Yaxshi o'qiyman, eng zo'r o'quvchingiz bo'laman. Eng zo'r talabangiz bo'laman. O'g'il bolaga. Mana Sulaymon Turg'unovich va'da beryapti. O'qiyman deyapti. Mujik. Menga qarang. Hasan aka, sal gapingizni o'ylab gapiring. Uzr. Agar va'dasida turmasa-chi? Turaman va'dam. Отвечаю. Iltimos, oxirgi imkon bering. Agar turmasa va'dasida men ham to'g'risi arizamni yozaman, ishdan bo'shayman. Mayli. Mana shu oxirgi imkoniyat sizga. Efendim. Va alaykum assalom. Ha, Jo'rayeva, bu yerda nima qilyapsiz? Rektorda ishim bor. Assalomu alaykum. Привет, Soли. Qalaysan? Ko'rishmadik-ku. Sog'indim. Chiqsang blib. Bir marta. Bo'ldi unda. Ertaga. Yo'q, bugun Magic City'da ko'rsamiz. Kechda. Hozir umuman kontrakt to'lashga sharoitim yo'q edi. Shunga biror yengillikmi, imtiyozmi qilib bera olasizmi deb chiqqandim yoningizga. Qizim, holatingizni tushunib turibman. Bilasiz, bu yerda tajribali chet el amaliyotiga ega bo'lgan
o'qituvchilar dars beradi. Ming bor afsuski, men sizga yordam bera olmayman. Mayli, siz xafa bo'lmang. Birdan bir yordamim, mayli ana shu kontrakt pulini kechroq to'lasangiz bo'ladi. Shugina xolosmi? Ha? Kursdoshim Yodgor. Shuncha to'polon qilsa ham, mushtlashsa ham haydamaysizlar-ku. O'rtog'ingiz o'g'li bo'lgani uchunmi? Tillaringiz ham juda biyron ekan, ha, qizim. E'tiboringiz uchun uni xulqi atvori bilan o'qituvchilar shug'ullanadi. Men sizga qo'limdagi imkoniyatda aytdim. Ana, kontrakt pulini kechroq to'lang. Umuman kontrakt to'lamasdan o'qimoqchiman. Sharoitim yo'q chunki. Biz sizni majburlab o'qishga olmaganmiz. Men qarang, meni vaqtimni olyapsiz. Xoli qoldiring. Как дела, Йодгор? Что случилось? Тебя здорово отлупили. Хорошо, Кристина. Честно говоря, я очень переживала за тебя. Надеюсь, тебя не выгнали с университета. Хорошо. Хорошо. Balo, хорошо. Jinni ko'chada urush yuravermasdan ruchsa o'rgansang bo'lmaydimi? Хорошо, turmasang shunda. Sandan xavotir oldim deyapti. Kechasi bilan uxlolmay chiqdim deyapti. Sani kechasi bilan o'ylab chiqdim. Sensiz yasha olmayman deyapti. Qisiga unchalik emas-ku. Ha, sal oshirib oldim. Sandan xavotir olibdi. Qay bo'libdi, xullas. Кристина. Я... Мы... Ты... Bo'ldi. Ruscha avariya bo'ldi. Nima deyish kerak? Ovqatlangani borlik demoqchi edim. Кристина. Йодгор хочет пригласить тебя на ужин. Пойдешь с ним? Хорошо. Я... Слушай, Кристина, слушай, я забыл тебе сказать. Сегодня есть вечером репетиция, поэтому готовься. Муратаке не любит неответственных людей. Так у нас хватит какой-то актер, как его звали? Саид, модель строит себе. Заебал до такой степени. Поэтому готовься, поняла? Поняла. Йодгор, прости. Сегодня у меня важное дело. Rahmat shartmas. Boramizmi? Boraman deyaptimi? Borta olding. Muhimroq ishlari bor ekan. Aziz, bilasanmi? O'z quloqlarim bilan eshitdim. Kursdoshimiz Yodgor mana degan boyvachchani o'ylagan. Adasini qo'sha kompaniyalar bor ekan. Yo'q, shunaqa ekan. Buni lekin menga qizig'i yo'q. To'xta, menga qizig'i yo'q nima deganing? Bilasanmi? Yodgor agar o'lsam, hamma orzularim amalga oshadi. Qolaversa kontraktim ham bo'laveradi. Bu nima deganing? Shohruxchi, uni sevarding-ku? Aziz, hali ham bir soddasan-da. Qadimdagilar eplasang, ikkita frontda jang qilgan deyishgan. Sen ham borgansang bo'lardi. Yo'q, ketdik. Настоящий мошенник. Beshibek, bugun sevgan qizim bilan ko'rishaman. Zo'r. Oxir ko'ndirdim-a? Sanda ham sevgan qiz bormi? Agar sen bilan uchrashuvga rozi bo'lgan bo'lsa, demak u yo ko'r, yo pusti qimorda yutqazgan. Sato sanga o'xshab duxini yutqizmagan. Tushundingmi? Ha, o'sha kun Yodgor ikkalamiz robotiga o'rgan paytimizda просто tak shamol bo'lib qolding-ku. Borib pampersini alishib kelding просто tak. O, Peter Griffin, men ishimga отчет bermayman, tushundingmi? Sen normalniroq gapir. Nima? О, братжан, здравствуйте. Да, разумеется, встретимся. Чао. Rosa quruvdi, shu amakavacham bor-ku, mashinik. Erkak kishi birovning orqasidan gapirmaydi, qara. Bo'pti. Короче, bugun borasanmi men bilan ko'rishga, qizim bilan? Men nima qilaman? Sham yoqib turamanmi? Telefonni yoqtirasan. Borsang yaxshi-da, o'rtoq.
Bugun ish qidirishim kerak edimi? Nima qilasan ish qidirib? Uydagilardan so'ra bo'ldi. Yo'q. Uydan pul kelmaydi. Rasxodlarimga, yashashimga pul kerak. Da. Mayli. Ish ertaga qidirarman. Yo'q. Faqat sen bilan kelishib olaylik. Menga ruschani o'rgatasan. Bo'ldi. Faqat men aytgan gaplarni qaytarsang bo'ldi. Я пойду. Savli. Men seni so'yla yetib bilgan. Ey, Колобок. Endi Ey! Давай быстрее, а? o tiling kelish qopdi-yu. Qara, agar yaxshilab 3 oy tayyorlansang, polni ruscha bilib olasan. Ey, ChatGPT ham zo'r narsa ekan. Ruschani nima oldin o'rganmadin? Sen oldinroq Kristina o'chirtmagansan. Spora o'ynamagansan. Shuning uchun. Trona qarang, trona такой shimoladigan narsa. Shimishga qiziqadigan bola ekansan. Tezroq narsa bor, shundasan. Mana shuni turib, o'tay qilsa, o'tirib turib xalaq beradi. Tak, çok снято, bolam o'z bilan olam. Savli. Keling ba? Ya, kuttirim. Aha. O'sha. Ketdikmi? Ukam. Sen bir nariroqda turib turmaysanmi? Просто sevishganlar oldida tiriklikni o'tirasan-da. Bittida o'sib ketdimi? Qara. O'zim chaqirmaguncha oldimga kelma. Tushundingmi? Mayli. Faqat ichib qo'yma. Men ketdim. Bo'pti. Savli. Sen kerakligini bilganman. Ya. Nima bilsam. Salim. Salim. Meni chaqirding, keldim. Aytsak, nega chaqirding? Ben seni suyam. O'ta qattiq yaxshi ko'raman seni. Sen bo'lsa, muldim mаған nazar audarmaysan. Telefon ko'tarmaysan. Men sana necha marta aytdim, gapga tushunasizmi? Mаған zvondama, SMS yozma, Instagramda like bosma dedim. Tushunmaysizmi? Sen Instagramga foto qo'ysang, qalay like bosmaymiz jon? Shano? Sen gapga tushunmayotgansan. Men sen bilan söylesumni shisha olmayman o'zim. Kim shishadi onda? Ha? Söylesib yo'qdan yerda. Ya oldina boraylik-ba. Ha? Yo'q, oldina boring shart emas. Arqangda tur. Ey, Колобок, ne bo'ldi? Eshitdingmi? Ey, chumon, malsınma ey. Ya. Mam qarnim ochqapti просто, brat. Bu shishing dal ey. Tag'i bir marta sestronkama jazatın bo'lsang, ayron s***. Ko'rshdingmi? Bratan, kerak emas, brat. Bratan. Йодгар, я вам перезвоню. Hayrat! Так, а кто тебе звонил? Просто знакомый. Парень, что ли? Это моя личная жизнь. Разговора нет, это твоя личная жизнь. Но надо фокусировать свое внимание на сценарии. А тут твои мечты станут пустотой. Поняла, да? Поняла. Все, давай. Внимание. Sanjar. Sanjar. Qulog'ingga qara. Bo'ldi, qarayman. Yodladingizmi? Ey. Kayf qilding-ba?
Sen mana qulog'ingga o'zi so'z kiradimi, kirmaydimi? Ha? Qancha marta seni предупреждать qildim, sistemkamdan og'izroq jur deb. Ha? Men hozir senga sonday urib o'taman. Hech qachon esingdan chiqarmaysan. Da, zo'r urib bo'ladi. Seni go'l qilamda po gороду jugurtiraman. Go'l jugurtiraman. Ey! Nima qilyapsizlar? To'xtanglar. Qo'yib yuboring, aka. Jinnimisiz? O sen kimsan? Men yodgorman. Qayrat kursdoshiman. O'rtog'im bu. Bu seningizga hech qanaqa yomon ish qilmagan. Unga yomon niyati ham yo'q. Yo nomusini topdiganmi? Menga qaray, ukam. Meni ismim Aziz. Gap so'zingga qaraganda normalniy bolaga o'xshayapsan. Lekin men buning toza jonimga tegdi deb bor-ku. Yaxshisi bizning ishimizga aralashmagan. Xo'pmi? Menga qaranglar. Aka, agar mushtlashmoqchi bo'lsanglar, men tayyorman. Kaltaydan hali hech kim o'lmagan. Lekin urushib hech kimning shoxi ham chiqmagan. Agar singlingiz telefonni ko'tarmaganda hech narsa bo'lmasdi. Xo'p, хорошо. Bugunchalik bunga dars bo'ldi deb hisoblaymiz. Keyingi safar bundan battarini qilaman. Tushundingmi? Bo'ldi, boshqa telefon qilmaydi. Okey? Jasur ketdik. Nima bo'ldi, yaxshimisan? Ha, yaxshi. Men sen ovozingdan cho'chag'ingni kesib qo'yishni deb o'ylayapman. O'zi bor-ku, sen kelmaganingda ham urib o'zim. Amallab. Shunday qo'lliq olardimda, bitta menga tiqardim bo'ldi. Tushundingmi? Просто sen kelib michat qilding. Odamga. Рад вас видеть здесь. Хорошо, что приехали. Тоже рада тебя видеть. Взаимно. Я нашел новые связи. Дела с ними налаживаются, но вот только проблемы с подставкой. Слушай, передай привет своему отцу. Я думаю, он будет рад с вами сотрудничать. Сам понимаешь, это не единственная причина, по которой мы приехали в Ташкент. Поможешь нам? Конечно, валяйте. Есть один человечек, крупно задолжал, засел в Ташкенте. Окажешь услугу, в долгу не останемся. Фотка-то есть? Все-таки как они выглядят, что-то. За конспектами спрятаны грезы, на перерывах признаний слезы. Ты улыбалась, и мир замирал. В тех студенческих днях я мечтал. Язык любви, глаза без слов, понятный сердцу среди умов. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви. Ты навсегда в той весне, как кино, где счастье длилось совсем недавно. Я стал другим, но не перестал верить в ту, что меня так ждала. Язык любви, как эхо лет. Ты мой вопрос, ты мой ответ. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви.